Problemalarni yozayotgan odamlar mana bunaqa narsa borda. Energetika degan narsa bor. Mana shu jinnicha energetika ichida o'tiribsizmi? 100 ta psixolog kelib sizga mana bunaqa qil desa ham bor-ku, sizni energetikaga jinnichami o'shaning ichida o'tiraverasiz. O'zingiz yog'ingizga o'zingiz qo'rilib, "Ne hayot bunaqa? Voy nega bunaqa deb. Mana shu energetik, mana shu qoviqdan chiqasida, mana shu jinnicha joydan chiqasida, qarochi, yaxshi energetikaga borasiz. U yaxshi energetikaning ichida hamma narsa yaxshi. Tushuntira oldimmi? Sizni hech kim kelib u yerdan bundoq kel bu yoqqa, bolam bu yoqqa o't deb sizni hech kim sug'urib olib ketmaydi. O'zingiz chiqasiz o'sha balchiqdan. Balchiqda ichida o'tiraveradigan bo'lsangiz borki, sizga hech kim yordam bermaydi. U balchiqdan chiqish uchun sizga bilim kerak, qizlar. Men ham borku, vaqtida balchiqda dodasida bo'lganman. Hamma aybdor edi. Erim yomon, qaynonam yomon, opalarim yomon, qo'ni-qo'shni hamma yomon. Men oppoq edim. Yo'q, unaqa emas ekan. Faqatgina meni balchiqdan chiqargan bilim bo'ldi. Yana bir bor qaytaraman, qizlar. Bu maqsad hozir kursum sotish emas, tepamda Xudo turibdi-ku, tekinga bermayman lekin. Tekinga hammaga berib bo'lganman vaqtida mana shu bilimlarimni. Bilim olasiz, balchiqdan chiqasiz. Bilim olasiz, o'sha yo'lingiz ham ochiladi, eringiz bilan munosabat yaxshi bo'ladi, qaynona bilan, farzandlaringiz bilan hamma tomonlama yo'lingiz ochiladi. Unga bilim kerak. Nimaga bizlar ota-bobolarimiz aytgan? Tog' besikdan jer besikka deyin bilimiz dedi. Uni ma'nosini aytib beraymi? Tog' besik degan bu qozog'cha pogovorka. Tog' besikdan jer besik degan. Tog' besik degan bu tol bor, daraxt. Daraxtdan qilingan beshikni bilasizmi? O'sha beshikdan jer besik degani tovutga solib olib ketadi-ku, bizning eng oxirgi yo'limizchi. O'sha ham kebralib ketamiz-ku. Tovutni biridan keyin biri bizani mozorga olib borgancha necha marta biz tebralib boramiz. Mana ma'nosi shu. Ya'ni men bu beshikdan, men bu beshikgacha bilim izladim, ota-bobolarimiz aytib ketgan. Ahmoq emasdir. Yo'q, bizanikilar bilim olmaydi. Bilaman. Lekin Instagramda o'tiradi ertalabdan kechgacha, keyin psixolog ko'rib qolsa, "Opa, nimaga meni hayotim yaxshi bo'lmayapti? Nimaga meni erim bunaqa, nimaga men qaynona yo'lim ochilmayapti?" deydi. Siz nima qilyapsiz yo'lingiz ochilishi uchun? Qani aytingchi menga. Dars olasizmi? Mendan olmang, boshqa psixologdan oling. Siz bilimlar oldingizmi yoki bitta bo'lsa ham kitob olib o'qidingizmi qo'lingizga hayotingiz o'zgaradigan? Faqat o'tirib olib, shu hayotim o'zgarsa yaxshi bo'lardi. Ey Xudo menga baxt ber, ey Xudo menga boylik ber, ey Xudo. Yo'q, siz aql so'rang. Siz Xudodan lutchi bilim so'rang, ustoz so'rang. So'rang ustoz, niye so'ramaysiz?